Yurtimizda tadbirkorlik azaldan xalqimiz uchun xos bo'lgan va jamiyatda yuksak qadrlangan. Xususan, Davlat aktivlarini boshqarish agentligi tomonidan tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash maqsadida ko'pgina ishlar amalga oshirilmoqda. Navbatdagi lavha shu mavzuda. Bugungi kunda aholini tadbirkorlikka keng jalb qilish, yoshlarning biznes g'oyalarini amalga oshirishga har tomonlama ko'maklashish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Yangiobod tumani Havotoq qishloq fuqarolar yig'ini hududida joylashgan muqaddam Yangiobod tumani hokimligi balansida bo'lgan Havotoq sanatoriyasining eski binosi Jizzax viloyat hokimining 2020-yil 6-maydagi 141-sonli qaroriga asosan Davlat aktivlarini boshqarish agentligi Jizzax viloyat hududiy boshqarmasi tomonidan oldi-sotdi shartnoma orqali qo'shma korxona shaklidagi Xayr Havotoq mas'uliyati cheklangan jamiyatiga 5 milliard 119 million so'm investitsiya kiritish hisobiga mehmonxona sog'lomlashtirish majmuasi faoliyatini yo'lga qo'yish hamda 51 nafar yangi ish o'rinlarini yaratish sharti bilan sotilgan edi. Sog'lomlashtirish markazimiz bugundan boshlab ishga tushdi. Mana yaqinda suv zavodi qurmoqchimiz. Mineral suvlarni suv qadoqlash zavodini qurmoqchimiz. Nasib qilsa unda yana 50 ta ish o'rni yaratiladi qo'shimcha. 3 oylikda ichida mana nasib qilsa fevral-mart oylariga shu suvimizni ishlab chiqarishga harakat qilganmiz. Bizdan tashqari juda ko'p investorlar hozir shaxsan o'zimga gapirib yana kelishmoqchi bo'lib turibdi. Mana shu Jizzax viloyati Yangiobod tumanida yana o'zimiz yana qo'shimcha yangi ishlarni qilmoqchimiz. 2020-yilda shu ishni qo'l boshladik. Tuman hokimi qo'llab-quvvatladi. Bizda bu harakatlarimizda sarmoya kiritdik. Chet hududdagi bir mana shu maskanni mana bugun obod qilganimiz ko'rinib turibdi. Yangi ish o'rinlari yaratildi qancha shu qishloq aholisiga hamda shu O'zbekiston xalqiga juda zarur bo'lgan, sog'lomlashtirish uchun foydali bo'lgan mineral suv buloqlari mana o'zi tabiat narsa chiqarib turibdi. Issiq suv mana shuni biz bugungi kunda davolanish, sog'lomlashtirish markazini tashkil qilishga erishdik. Endi bundan buyongi rejalarim shunday iboratki, mana shu suvni endi biz Havotoq suvini butun respublika xalqiga yetkazib berishimiz o'ylayapmiz. Investor tomonidan obyekt negizida mehmonxona sog'lomlashtirish majmuasida 82 o'rinli mehmonxona, shundan 48 kishilik lyuks, 30 kishilik standart, 4 kishilik apartament, oshxona, ma'muriyat xonasi, kutubxona, fin hammomi, turk hammomi, tuz g'ori, infraqizil kabina, fitobochka, parafin va massaj, shaxmat va shashka, qo'l tennisi faoliyati yo'lga qo'yilgan bo'lib, 51 nafar fuqaro ish bilan ta'minlangan. O'zbekiston va Rossiya davlatlari o'rtasidagi iqtisodiy siyosiy hamkorlik qolaversa mamlakatimizda xorijiy investorlar uchun yaratilayotgan qulay shart-sharoitlar va imkoniyatlardan foydalangan holda Yangiobod tumani Havotoq qishloq fuqarolar yig'ini hududida Xayr Havotoq MChJ tashkil qilinib, 3 tomonlama shartnoma asosida ajratib berildi. 2 yil davomida xorijiy investor tomonidan mazkur binoda qurilish, ta'mirlash ishlari amalga oshirilib, hozirgi kunda mazkur bino o'zi foydalanishga tayyor. Ikkinchi bosqichda korxona tomonidan mazkur hududda o'sha Havotoq tabiiy suvlar bazasidan yanada samarali foydalangan holda mineral va salqin ichimliklar ishlab chiqarish loyihasi amalga oshirish rejalashtirilgan. Bu bilan yana 35 ta qo'shimcha yangi ish o'rinlari yaratiladi. Mana bir necha 10 yillardan buyon shu o'zlashtirilmay bir qarovsiz holda qolgan bir ajoyib bir binoni bir mukammal bir ta'mirdan chiqarib xalqimiz xizmatiga taqdim etgan mana shu yerdagi barcha insonlarga biz tashakkur bildiramiz. Bu yerda bu ishda alohida bir xizmat ko'rsatgan mana shu Jizzax viloyati rahbariyati, Yangiobod tumani rahbariyati, tumanning oqsoqollari, rahbarlari, butun qishloqlarning vakillari kelib buni ko'rishdilar va juda mamnun bo'lishdilar. O'ylaymanki, bu yerda bu shunday ajoyib joyki, mana shu O'rta Osiyoda yo'q bo'lgan bir Havotoq degan ajoyib bir suv bor. Juda bir ajoyib bir tog' havosi bor. O'ylaymanki, bu xalqimiz uchun juda bir xizmat qiladigan, uni sog'lig'ini tiklash uchun yaxshi manba bo'lib qoladigan joy.
o'ylaymanki millatimiz vatanimiz uchun xayrli bo'ladi. Yangiobod tuman hokimi, mahalla nuroniylari va tashrif buyurgan mehmonlar ishtirokida mazkur sog'lomlashtirish maskanining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Tadbirda so'zga chiqqan Yangiobod tumani hokimi Ibrohim Qarshiboyev tadbirkorlarning kelgusi ishlarida omadlar tiladi va mazkur sog'lomlashtirish markazining kelgusida xalqimiz salomatligi yo'lida uzoq yillar xizmat qilishiga ishonch bildirdi. Shundan so'ng tuman hokimi va mehmonlar hamkorligida ramziy bog'ichlar qirqilib, sog'lomlashtirish majmuasi aholi xizmatiga topshirildi. Muborak bo'lsin.